bir odam o'libdi-da, yaxshi odam ekan, jannatga tushibdi. Qarasa jannat rostdan ham rosa chiroyli. Hamma narsa ideal deymish. Hamma yoq gulzor, mevazor. Odamlar hammasi xursand, hamma ideal yashayotganmishda keyin haqiqatan ham jannat aytganchalik bor ekan dedi. Ey Xudo debdi, meni jannatga tushirganingga senga ming martalab rahmat Xudo. Faqat bitta iltimosim bor. Do'zaxni bir 5 minutga menga ko'rsatsang, bitta ko'rsam qanaqaligini degan ekan Xudoyim, mayli debdi, ana ko'r debdi. Keyin bundoq qarasa, do'zaxda ham hamma narsa o'shanaqa, xuddi jannatdagina qamishda, hamma narsa chiroyli, hamma yoq zo'r. Shunaqamishda, lekin odamlar hammasi bir-biridan medavolli, hamma xafa, hammani qavog'idan qor yog'armishda. Keyin ana yigit, "Ey Xudo" debdi, "Men do'zaxni rosa bir yomon joy bo'lsa kerak deb o'yladim. U yerda ham xuddi jannatga o'xshagan hamma narsa bor ekan, hamma narsa yetarli ekan. Nega u yerda odamlar hammasi bir-biridan xafa, bir-biridan medavolli?" degan ekan. Xudo aytdi, "Bular jannatdagilar mazza qilib yashayapti. Biz ham o'tda dala yashayapti" deb shundan xafa degan ekanda.